Muqaddime. Nahayeti şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilan başlayman. Cümle hamd sanolar Allohga xosdir. Allohga hamd aytaman. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, oil tavobatlariga ve sahabalarga ehtiromlarimni bildiraman. Hurmatli kitobxon, siz mazkur kitobni qo'lingizga olganingizda jannatning ochqichi degan nomi sizni qiziqtirishi mumkin. Ammo bu ochqich kitobning o'zi emas. Balki kitobda ilgari surilgan ideal, aqida ekanligini tushunishingizni umid qilaman. Bu aqida nima? Bu Allohning so'zi, haq dinning hukmiga to'liq amal qilish to'g'risidagi idealdir. Hech kimga jannat va'da qila olmaydi albatta. Faqat Alloh taolo buningga qodirdir. Demoqchimanki, sizning bu kitobga erishganligingiz jannatning ochqichiga erishganligingiz emas. Agar siz kitobda ilgari surilgan ideyaga ishonsangiz, shu aqidada mustahkam tursangiz, ya'ni kitobimiz orqali sizga yetgan haqqa, Allohning amriga itoat qilsangiz, Allohning va'dasi haqdir. Jannatning ochqichiga erishiladiganligingizmi rostdir. Faqat o'zingizning aqidasi, e'tiqodga bo'lgan sadoqatingizga bog'liqdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bunu hadisi so'zimizning dalilidir. Kafirlar yiroqda bo'lsin, yaqinda bo'lsin, Alloh yo'lida jihad qilinglar. Fitna qilg'uvchilarning bir obdan oilasini va farzandlarini tashlab ketibdi degandek so'zlariga quloq solmanglar. Allohning diniga mahkam esilinglar. Uyinglarda bo'lsin, safarda bo'lsin jihad qilinglar. Alloh yo'lida qilingan jihad jannatning cho'ng bir darvozasidir. Ya'ni jihad jannatning cho'ng bir darvozasini ochishga qodir ochqich. Alloh o'zining yaxshi bandalarini shu jannat bilan mukofotlaydi. G'am andishidan xotirjam qiladi. Musnad Sharif Abu Ahmaddan ilindi. Bizni jannatning ochqichiga erishtiradigan aqida qandoq narsa? Jihad degancha, islom dini qandoq din? Bu kitobning vazifasi Allohning izni bilan mushu savollarga javob berishdir. Ügetmez bizlerge haq kalamni bilgen alimlar, şair Tevfik'nin bu mısraları mushu asrning 20. yıllarda yüksek isyankarlık ruh bilan o'ttirib qo'yilib, alimlarning çirkin axloqi pash qilingan edi. Buningdan boshqa tarixiy yip uçlardan ma'lum bo'ldi ki, haq kalamni bilgen alimlar xili uzun bir zamanlar ilgirdan boshlabla avamga haqni yetkizmas bo'lib olgan. Bilgen yo'lingni otangga aytma degan savdogarlarga xos xarakter bilan Allah'ның kalamını ticaret miliga, can beqishning dasmoyisiga aylantirib olgan. Allah'ның Qur'onni birinchi bo'lib inkor qilguvchi bo'lmanglar, oyatlarimni arzon bahoda setvetmanglar, mangla taqvodorlik qilinglar. Haqni botilga, ya'ni Alloh nozil qilgan haqiqatni o'zinglar o'ydirib chiqargan narsaga aralashtirmanglar. Haqni bilib turib yo'shirmanglar. Kishilarni yaxshi ishga buyurib, o'zinglarni unutmanglar. Sur Baqara 41. oyatdan 44. oyatgacha degan ogohlantirishlarni unutib qolgan. Ana shu sababdan xalqimizning aqidasi mislsiz darajada buzilib ketgan. Allohning to'g'ri yo'ldan, parlaq islom aqidasidan chetnaganligimizning natijasi Alloh bizni jazoladi. Biz xorliqqa qoldik. Kimki hidoyat topadigan, o'zi uchun hidoyat topgan bo'ladi. Kimki ozadigan, o'zining ziyni uchun ozgan bo'ladi. Sen ularga homiy emassan. Sura Zumar 41. oyat. Alloh taolo yana takror shundoq deydi. Ey insonlar, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan haq din keldi. Kimki hidoyat topadigan, o'zining foydasi uchun hidoyat topgan bo'ladi. Kimki ozadigan, o'zining ziyni uchun ozgan bo'ladi. Men sizlarga homiy emasman. Sura Yunus 108. oyat. Shundoq, haq yo'ldan ozg'inimiz uchun millatning g'ururi chaylandi. Vatan munqariz bo'ldi. Boyliqimiz talandi. Biz namratliq, qoshshoqlik patqiga petib qoldik. Kommunistlar vatanimizga besib kirgandan keyin bo'lsa, aqidaning buzuqchiligidan texmi unumli foydalandi. Nodonlashtirish, aqidadan texmi chatlashtirish, parchalash va oxiri butunlay yo'q qilib etish siyosati uchun munofiq mo'llarni yordamga chaqirdi. Buning natijasida Allohning haq dini, butun koinotning harakat mezoni bo'lgan kalamulloh to'liqi bilan xalqimizga yetish imkoniyatidan butunlay mahrum bo'ldi. Kunsiri nodonlashayotgan xalq tarixini, aslini unutdi. Musulmon deganning Allohdan boshqa hech qanday maxluqqa taslim bo'lmaydiganligidan iborat bu tub aloyidligini yo'qotib qo'ydi. Qur'on Karimda shundoq deyiladi. Har qanday bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmagicha, ya'ni Allohning bergan ne'matlariga tuzkurlik qilib, gunohlarga cho'mmagicha, Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi.
ya'ni ularga bergan ne'mat, xotirjamlik va izzat hurmatni elib tashlamaydi. Alloh bir qavmni halok qilmoqchi bo'lsa, uningga qarshi turg'ili bo'lmaydi. Ularga azobni dab'i qiladigan Allohdan boshqa egimi bo'lmaydi. Sura Raid 11-oyat. Allohning bu va'dasini Sura Anfal 53-oyatda uchirtimiz. Biror qavm o'zlarining holatini kufri va gunoh bilan o'zgartmaycha, Alloh ularga bergan ne'matini o'zgartib etmaydi. Xuddi yuqorqi va'dalarda deyilgandek, biz bugun qismatga mubtalo bo'ldik. Alloh bizning beshimizga xorliqni yog'dirib, zulm qilgani yo'q. Aksicha biz kufri va gunoh bilan o'zimizga o'zimiz xorliqni terib oldik. O'z vatanimizda musofirdek qiqindi, so'qindi bo'ldik. Qo'limizda oltin tovoq tutgan holda tilamchilik qiladigan ahvolda qoldik. Biz mushundoq xor zabun yashagan xalqmidik? Bizning vatanimizdagi Tarim vodisi inson madaniyatining eng qadimiy bo'chiklarining biridir. Bu haqda Amerika olimi Morgan dunyo madaniyatining oltin ochqichi Tarim vodisiga ko'milgan, qachonki bu ochqich tepilsa, dunyo madaniyatining siri ochiladi degan edi. Keyingi yillardagi arxeologik qazishlar natijasi bu nuqtani texmo kuchli asoslar bilan ta'minlamoqda. 1979-yili Ko'nchi daryosining tuvan iqimidagi qadimiy Kuroran davlatiga xos qabrlardan tepilgan mumiyo qilingan jasadlar va jasad bilan billa tepilgan yungdan to'qilgan buyumlar, bug'doy donlari qatorliqlar insoniyat madaniyat tarixini yana 1000 yillab ilgari surayotdi. Ilgari qadimgi Misr, Bobil, Hindiston, Xitoy madaniyatlari eng qadimgi madaniyat sanalib kelgan bo'lib, yil davri 5000 yil deb zikr qilinadi. Endilikda yuqorida tilga ilingan qabrlardan tepilgan madaniyat izlarining yil davri 6400 yil ekanligi ma'lum bo'lib, dunyoni hayron qoldirdi. Demak, ajdodlarimiz shu chaqlarda yungdan raq to'qishni bilgan, bug'doy terish bilan shug'ullangan insonlar edi. Buningdan boshqa Xitoylar hozirgacha bizning kashfiyotimiz deb davron qilib kelgan mehmatlarni Xitoylar o'zlarining demak uchun dunyo jamoatchiligiga hech qanday moddiy isbot ko'rsata olmaydi. Ular 1992-yili Birlashgan Millatlar Tashkiloti ilm-fan komitetiga Dunxonda pak sifatida ko'rsatgan 6 dona mehmatba harfi amaliyotda Uyg'ur harflari ekanligi. Uzun yillardan beri Xitoylar bu moddiy isbotlarni oshkorlamay, kashfiyot shon sharifini o'zining qilib olganligi ma'lum bo'lib, dunyo jamoatchiligi oldida sharmanda bo'ldi. Turpan bezakchilik atrofi va Ipak yo'li bo'ylaridagi boshqa shaharlardan tepilgan qog'oz buyumlarining yil davri Xitoylarning qog'ozni o'tir tuzlandagi Saylon degan kishi kashf qilgan deb davron qilib yurgan yillardan to'g'ri 400 yil burundir. Boy noyisining Qizilmo'ngoy g'orlaridagi tam suratlari ichida 104-nomerlik rasmda galstuk taqqan bir odam tasvirlangan bo'lib, ilgari nurg'un turkologlar bu rasmdagi hozirgi zamon Yevropa fasoniga yaqin qiyofat kiyingan odamning turqiga qarab, ming uy tam rasmlarini vizantiyliklar sizgan bo'lishi mumkin degan qarashni ilgari surishga uringan edi. Ammo ömür bo'yi turklar tarixini, madaniyatini tadqiq qilgan Germaniya olimi von Gabayn xonim bu qarashni og'dirib tashildi va bu xil kiyim, bu xil madaniyatni turklar barliq keltirgan galstuk so'zi turk tilidagi galg'a astok degan so'zning Yevropa tillaridagi buzilgan ahang tarjimasidir degan qarashni ilgari surdi. Tarixiy faktlar shuni uqtirdiki, bizning ajdodlarimiz davlat qurgan, muntazam armiya qurgan, kiyimini dazmollab kiyishni bilgan zamonlarda bugungi madaniyat dunyosidagi xeyli ko'p millatlar tarqoq baglik oldida, turmush jihatdagi madaniyatimi intayin qaloq holatda turadi. Tafsiliy tarixiy faktlarni keltirish kitobimizning asosiy maqsadi bo'lmaganligi uchun qarindoshlarimizni tarix kitoblarini o'qishga tavsiya qilish bilan cheklanamiz. Chunki aslini unutish bizning bugungi qismatimizdek qismatlarga elib bordi. Ana shundoq parlaq madaniyatga ega xalqimiz qachondan boshlab qaloqliq, xorliq, milliy qulluqqa qadam bosdi? Buningga biz dodil holda Abdulloh Xo'ja davridan boshlangan jaholatlik qora tarixni bosh jinoyatchi deya olamiz. Ana shu davrdan boshlab bizning e'tiqodimizga bid'atlar aralashdi. Diniy ton bilan o'ttirg'i chiqarilgan, amaliyotda Kitobullahga zid bo'lgan qiliqlar milliy xarakterimizni buzdi, aqidada izdan chiqdi. Abba Xo'ja bo'lsa, Xitoylardan yordam so'rab, eng dastlab Xitoy qo'shinlarini vatanimizga boshlab kirgan munofiqlar piridir. Shundaq bo'lsa-mu, bu davrdagi davlat yanada milliy davlat sifatini saqlab qolgan edi. Lekin aqidaning mislsiz darajada buzilishi, e'tiqodga saxtalik aralashishi, Allohga sherik keltirishning avj elishidan buzilgan ong tufayli milliy kimlik tuyg'umiz zo'r darajada ojizlashib ketdi.
O'zining kimligini tanımagan millat nihoyatda osonla munqariz bo'ladi albatta. Islom dini tub prinsip jihatdan jamoatchilik, o'mlik qarashini tashabbus qiladi. Ammo bu davrda islom ideyasiga zid bo'lgan shaxsiyat avj oldi. Dinimizda Allohdan boshqa har qanday maxluqdan madad tilash mushriklik sanaladi. Bu davrda bo'lsa Allohga sherik holda atalmış ulug' qabrlar, ulug' shaxslar va pirlar paydo bo'ldi. E'tiqodimizni mangu bir manbaga talpinish, bir markazni davr qilish aqidasi, ya'ni Allohga, payg'ambarga, o'zimizdan bo'lgan amirga itoat qilishdek tashkillik jamoa engining aksicha nurg'un ushshaq markazlar, kichik talpinma nuqtalari paydo bo'lg'achqa, insonlar engida osonla bo'linish kayfiyati, harakatida chechilang'uliq, xarakterida shaxsiyatchilik bosh ko'tardi. Uning ustiga avlodlarning tunji ustozi bo'lmish onalarning masjidda namoz o'qishi, bilim elishi cheklanadigan islomga yot g'alati odatning tufaylidan onalar diniy targ'ibot anglash fursatidan mahrum bo'lg'achqa, onalar angsizlashdi. Angsiz onalarning tarbiyasida bolalarmi angsiz o'sdi. Aslida masjidlarimizda xos joylar ayrilgan bo'lishi, ayollarmi jamoat bo'lib namoz o'qishi kerak edi. Bu avlodlarning tarbiyasi uchun mislsiz foyda keltiradigan ish edi. Bu xil cheklash Qur'on va hadisda dalilsizdir. Gerçi bu xato butunlay oppoq xo'ja davrining jinoyati bo'lmasmi, bu xil foydasiz fatvolar bu davrda texmi quvvatlantirildi. Haqni ko'rmas bo'lganimiz uchun jihatning farzligini xotirimizdan ko'tarib jihatning fazilatlaridan g'aflatda qoldik. Jihat tushunchasining sunishi bilan aslida kofirlarni qo'rqitadigan bu narsa o'zimizni qo'rqitadigan narsaga aylandi. Ana shu holatda 1759-yili tunji qitim vatanimiz Xitoylar tomonidan istilo qilinib, xalq qulluqqa mahkum bo'ldi. Peshonimizga nomus tamg'isi besildi. Munqarizlikdan keyin xalqimiz asli va nasli, diniy va tili yot bo'lgan dushmanga qul bo'lishni qabul qila olmay, sonsiz qitim qo'zg'olon qilgan bo'lsa-mo, aqidaning buzuqligi, Allohga bo'lgan ishonch tuyg'usining mustahkam va tavramnas bo'lolmaganligi tufayli niyatning bir maqsad, bir nishon ustida Alloh yo'lida birlikka kelmaganligi, o'mlik qarshi o'rinda avj olgan shaxsiyatchilik dushmanning foydalanishi uchun obdan yo'chiq bo'lib berganligi uchun inqiloblarimiz, jihodlarimiz fojialik turda mag'lub bo'ldi. Toki Yaqubbek davriga qadar sonsiz qurbon bergan bo'lsaqmi, yangi hokimiyat tiklashda putushalmay, boshlamchilar orasidagi shaxsiyatchilik kelib chiqqan manmanlikdan muqarrar holda tug'iladigan bir-birini o'rg'a ittirish xohishlari, hatto bir mo'min qarindishidan dushmanni illiq ko'radigan gangsa ruhiy holatlar tufayli bir butun milliy davlat qurib chiqishga muvaffaq bo'la olmadi. Tashqi dushman pokiza tozlanmasdilla ichki g'avg'alar kelib chiqib, yana qulluqqa tushishga tos qolgan bir chaqda xayriyat Yaqubbek bu chuvalchaq yerlik hokimiyatlarning hammasini birlashtirib, bir qadar mukammal hokimiyat qurib chiqdi. O'zlarimiz putushalmay, Qo'qon xonligidan ozg'ina odam bilan kelgan Yaqubbekning hokimiyat beshiga chiqishi mazhabchilikda, shaxsiyatchilikda qaysi darajaga yetganligimizni aniq ko'rsatib berdi. Bularning hammasi islom aqidasiga yotdir. Bir amirga bo'ysunish islom aqidasining bir muhim mazmuni edi. Biroq har bir odam amir bo'lg'usi keladigan shaxsiyatchilik go'zal aqida o'rniga dastur olgan. Yaqubbek hokimiyati bizning qulluq tariximizni 14 yil uzib qo'ydi. Ondan Xitoy jallotlari yana istilo harakati boshladi. Bu tajovuzchilik harakati Charusiya jahongirligining kuch kiritishi, O'rta Osiyo gubernatori general Kaufmanning buyrug'i bilan kapitan Kuropatkinning vatanimizni ziyorat qilish va Yaqubbek bilan chegara kelishimi qilish bahonasida kelib to'plagan harbiy axborotlarni Xitoylarga setib, uningga madad berishi natijasida yuz bergan edi. Ayni davrda Yaqubbek hokimiyati sharqdagi qudratli davlat hisoblanadi. Bu qudratli davlatning shuncha tezla munqariz bo'lishini yanla aqidaning buzuqligidan deyishga haqliqmiz. Chunki ayni zamonda Turpan 90 doirasida 30 ming musulmon askari, Turpanning ambarlarida bu askarlarga 30 yil yetgidek zapas ochliq bor edi. Molla Musa Sayramining Tarixi Hamida nomli asrining oxirgi batlariga qaralsin, Abdurdin. Kuropatkin shu chaqdagi xalqimizning milliy xarakterdagi ojizligini 3 nuqtaga yig'inchoqlab, Qashqariya nomli kitobida shundaq yozadi. Bu odamlarning talablarcha diniy asabiyligi, soxtapazligi, mazhabchiligi bu davlatda ta bugungacha davom qilib kelayotgan yangi baxtsizliklarning tub negizidir. Ko'rinib turibdiki, bizning tarixiy dushmanimiz bizning ojizliklarimizga usti doktordak diagnoz qo'yib chiqqan. Biz aqida o'qidan chetnab ketganimiz uchun normal va to'g'ri diniy e'tiqod o'rniga din to'niga o'rnib olgan saranglik, badaviylik, qisqasi aql qabul qilg'isiz bidatlar yer olgan.
to'g'ri diniy aqidaning yetakchiligi bo'lmaganligi tufaylidan odamlar Allohdan qo'rqmaydigan, bir-biriga saxtalik qiladigan, Allohning amrini ijro qilishdimi saxtalik qiladigan, hech bir ishni to'g'ri va xolis niyat bilan qilmaydigan, hech bir qarindishiga ishonmaydigan gumonxo'r, shundaqla o'zimi boshqalar oldida nihoyat ishonchsiz holga kelgan. İslam aqidasidagi jimi mo'minlar qarindoshlar degan aqidaga xilof holda mazhabchilarga, yurtvozlarga aylanib qolgan edi. Bu illatlar bizning dushmanlarimiz uchun foydali edi. Yana shu Kuropatkinning Qashqariyada shundaq yozdi. Qashqariyaliklarda vatanparvarlik tuyg'usi ojiz. Ular ko'z oldidagi birdamlik, xotirjamlik uchun tarixiy dushmaniga xizmat qilishga rozi bo'ladi. Mana bu bizning rasvoligimizdir. Vatan suymak imonning jumlasidandir degan ot so'zlarining ro'yi bo'yicha bizda vatanparvarlik tuyg'usining ojizlab ketganligi aqidamizning ojizligining ro'shan ifodasidir. Ko'z oldimizdagi birdamlik qiyinchilik, ya'ni dushmanga qarshi jihad qilish, jihadning qiyinchiliklari, masalan, pul mol chiqim qilish, yorilish, hatto qurbon berish qatorliqlarga bardoshlik berib, uning orqasidan keladigan nusrat va ajr, bu dunyoda hurlik, u dunyoda jannatni kutishga taqatimizning bo'lmaganligi, aplab-saplab bir kunni o'tkazib olsak, shuning go'l bo'ldigan, buni texi Allohning berginiga shukr qilish deb chiroyli otib oldigan ojizliklarimiz bizning amaliyotda dindan chiqqanligimizni isbotlaydi. Biz sizlarni albatta jihadga amr qilish, mushaqqatli ishlarga taklif qilish bilan sinaymiz. Toki sizlarning ichinglardan Allohning yo'lida jihad qilguvchilarni va jihadning mushaqqatlariga chidashlik berguvchilarni bilganga, siringlardan voqif bo'lganga qadar. Sura Muhammad 31-oyat. Ro'shanki biz Allohning sinoqlaridan o'talmadik. Birdamlik, xotirjamlikni, ko'z oldimizdagi rohatni deb oxiratni unutish, bu dunyo uchun aytganda avlodlarning kelgusini o'ylamaslik, Allohning amriga qarshi holda kofirlarga xizmat qilish ro'shan gumrohlik bo'ladi albatta. Mo'minlar faqat Allohdan shafaat va yordam tilashi kerakki, maxluqqa yo'lanmasligi kerak edi. Allohning ne'matlariga qilgan tuzkorliklarimiz tufayli Alloh bu xorlikni beshimizga keltirdi. Amaliyotda biz kufr qilish bilan o'z-o'zimizga zulm qildik. Bandalarning bundaq qilmishlari Qur'oni Karimda allaqachon o'tirib qo'yilgan edi. Parvardigorimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang, biz cho'qim ziyon tortquchilardan bo'lamiz. Sura A'raf 23-oyat. Shundaq, e'tiqodi sustlashib ketgan xalq bu sinoqqa bardoshlik bera olmadi. Allohning dinini qo'g'dash, vatanni qutqizib qilish, ya'ni kofir balosidan kollektiv qutulish ideyasi bo'lmagan islom aqidasidagi o'mlik jamoatchilik ideyasi ojizlashib ketganligi uchun har bir odam o'zini o'ylab, har bir shaxs o'zini qutqizish ko'yiga tushdi. Istiloga duch kelgan davlatda, qulluqqa duch kelgan millatda qandaqdir shaxsiy qutulishning bo'lmaydiganligini, hurlik va ozodlikning davlatga, millatga o'rtaq ekanligini, yo umumiy yuzlik qul bo'lish yoki yo'qolish, yo umumiy yuzlik qutulishli bo'ldiganligini tushangidek holi bo'lmagan bu xalq jihad qilishdan o'zini qochirdi. İmani kamil bo'lmagan amirlarning bir qismi vatanni Xitoyga qo'sh-qo'llab tutishga kirishdi. Ba'zilar qo'qondan kelganlarning hammasi rahat surganda hozir bo'lib, xatar kelganda xalqni tuproqni tashlab ketishdi. Xalqni tashkillaydigan odamning tayini bo'lmadi. Baxtsiz xalq. Xitoylar Harvudda to'shqan elishdek ajoyib hilgarligi bilan oldamchilik siyosatlarini yurgizgachga, aqidasi bo'shab ketgan kofir nima, mo'min nima ilg'i qila olmas bo'lib ketgan xalq Xitoylar baglardan yaxshiroqkan degandek ezitquliqqa aldandi. Bu holda jihad qilmoqchi bo'lgan ayrim baglarga mo xalq tarafidan kuchli qo'llash bo'lmadi. Yaqub bagning qoldiq qo'shinlarida haqiqiy jihad engi Alloh uchun o'zini beg'ashlash ruhi bo'lmaganligi uchun mansab tamasida ayrim baglarning zo'ri bilan to'pini saqlab turib-atsimi, amaliyotda ma'naviy ishonchisini yo'qotgan, jangovarlikni sungan edi. Bu holda Allohning yordami bo'lmaydi. Natijada sharmandalarcha mag'lubiyat, qulluq bizga yuzlandi. Xitoylar butun vatanimizni ishg'ol qilgandan keyin oldamchilik chumbartisini echib tashlab, dahshatli turda qatliam boshladi. Uzoq qadimiy tarixdan beri turk dushmani bo'lgan biz turklarni hech qachon oshkora jang maydonida yengilmagan, yili bilanla maqsadiga yetgan, uzoq o'tmishda ajdodlarimizning zarbasidan qo'rqib saddichil sepilni so'qishga majbur bo'lgan, vujudida qilchilik, mardlik tuyg'usi, xijillik tuyg'usi bo'lmagan Xitoylar xotinlarcha yaramaslik, nomardlik bilan munqarizlikka tushgan xalqni, qurolini tashlagan, qarshilikni to'xtatgan xalqni rahimsiz qirg'in qildi. Ilgari, ya'ni 1759-yildagi dastlabki istiladimi ular qarshilik to'xtagan,
xalq qoralini tashlagan ahvolda ana shundaq nomussiz namartligini qilgan edi. Bu ikki qitimli qatlamda har qitimida 2,5 milliondan 5 milliongacha xalq qirib etilganligi tarixchilar tarafidan mo'ljallanmoqda. Xitoylar öy-öydən oshkor yoshirin tutqun qilib ochiqib qirg'in qilishga odatlangan bo'lib, o'lganlarni ko'rib turadigan boshqa shohid bo'lmag'achqa xalqning g'azab o'tidan saqlanib kelmoqda. Xitoylar mushu kundimi har yili jazo lagerlarida, maxfiy turmalarda 300 mingga qadar qarindishimizni o'ldirishni davom qilmoqda. Xitoylarning bu usuli qarshilikning yiltizini tugutish, xalqni, ya'ni aholini shalang'iltish orqali qarshilik qilguvchilarning kuchini ojizlatib, mangu bosh ko'tarolmaydigan kuch nisbatini saqlashni maqsad qilgandir. Bugungi kundagisi bo'lsa butunlay yo'q qilishni maqsad qilgan. Bizdagi oz nopusliq millatga nisbatan aytganda, yuqorida zikri kechgan 2 qitimli qatliam kishini cho'chitgidek cho'ng sandir. Chunki 3 yil davom qilgan Koreyadagi urushda Xitoylarning fidoi qismlaridan 1 millioni o'lgan. Ikkinchi dunyo urushidagi natsistlarning maqsadli holda qirg'in qilishi orqasidami yahudlardan 6 million o'lgan. Sobiq Yugoslaviyadan 1 million odam o'lgan. Bu urushlarda zamonaviy qirg'uvchi qurollar ishlatilganligini nazarga olsak, biz uchun oshu 5 million qo'rqinchli son bo'lish bilan birga shundaq bir haqiqatni tushundirdiki, har qachon qarshilik qilguvchi ozroq qurbon berdi va manfaatlarini saqlab qoladi. Bo'ysung'uvchi ko'p qurbon berdi va hammadan quruq qoladi. Hozirgi zamondagi Xitoylar o'xshash vosita qo'llanmoqda. Har bir cho'ng kichik qo'zg'olonlarning hammasida Xitoylar avval yumshoq vositalarni ishlatib aldamchilik qiladi. G'azab o'tini haromzadlik bilan o'chiradi. Ondan va'dasiga xiloflik qilgan holda qirg'inchilik boshlaydi. Kofirlarning va'dasida qanchalik turdiganligini Allohning kalomi ochiq ko'rsatib turibdi. Mushriklar va'dasiga qandoqmi vafo qilsin? Agar ular sizlarning ustinglardan g'alaba qilsa, sizlarning to'g'ranglarda na tuqqanchilikqa, na ahdiga rioya qilmaydi. Sizlarni eg'izlarda xush qiladi. Dillarida va'dasida turishni xohlamaydi. Ya'ni og'izda chiroyli so'zligini bilan ko'ngillari adovat, nifoq bilan to'lgan. Ularning to'lisi fosiqlardir. Sura Tavba 8-oyat. Lekin tavhid aqidadan allaqachon chatnab, sherik aqidalar bilan chirmilib qolgan xalq Allohning to'g'ri yo'lini nadin bilsin. Shuning oqibatida ziyon tortimiz. Bu tarix hamisha takrorlanib turdi. Hozirgacha takrorlanyapti. Biz Xitoylarning va'dasida turmaydiganligini unutib qolamizmi? Yo'q, esimizda bor. Biroq aqidaning bulg'anganligi tufayli mushriklik bilan Xitoylarning shafaat qilib qilish ehtimolini tamo qilib, har qitim undaq bo'lavermas, bu qitim rahim qilib qolar degan ham tamoda bo'lamiz. Halbuki bu umid Allohdan kutgan umid bo'lmasdan, maxluqdan, ya'ni kelib kofirdan kutilgan umid bo'lganligi uchun ro'shan gumrohlikdir. Buning jazosi nima bo'lmoqchi? Biz hozir dunyoda eng xor, eng zabun, eng nomrod yashayotgan xalqmiz. Hech qanday qul bo'lg'uchi bir millat bizdan betar xo'rlik tortmagan va tortmaydi. Bularning hammasini biz o'zimizga o'zimiz qildik. Kitobimiz mana shu masalalar ustida muloyiz yurgizdi. Islom dini degan zodi qandaqdin? Uning eng tub tashabbusi, eng tub idisi nima? Jihad degan nima? Bularga javob berish bu kitobning asosiy maqsadi.